hozir Toshkent ko'chalaridaman va ichki ishlar organlari haqida yurtdoshlarimiz qanday ma'lumotlarni bilishlarini so'rab olmoqchiman. San'at institutini bitirgan odam ichki ishlar organlariga ishga kirsa bo'ladimi? Bilmadim lekin bo'lmaydi, naverma. Bo'ladi shekilli. Bo'lmaydi. San'at bo'lgandan keyin bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Yo'q, bo'lmaydi. Mumkin. Yo'q, menimcha Bo'ladi. Bo'ladi. Aha. Bo'ladi albatta. Hozirgi kunda imkoniyatlarimiz juda ham keng. Mumkin ishlash. Bo'ladi albatta. Odamlar nima deydi? Ichki ishlar organlariga ishga kirayotganda bo'y ayollarda necha bo'lishi kerak, erkaklarda necha bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Eng kamida. Ayollarda 65 dan baland bo'lsa kerak, erkaklarda 80 dan baland bo'lsa kerak. Ayollarga 165 dan baland bo'lishi kerak menimcha. Erkaklarga 170 dan baland bo'lishi kerak. ayollarga 160, Erkaklarga 180. Erkaklarniki 170, ayollarniki 165. Ayollarniki bo'yi 175, 170 baland bo'lishi kerak ya. erkaklarnikichi. Erkaklarniki 185, 90 ga, 80 ga bo'lishi. Metr 70, 75 наверное. Erkaklardachi? Erkaklarda. Ayollardachi? Ayollarda тоже так 65 жоғары қарай. Высоко. Ayollarniki 165 deb eshitganman. Menimcha bu normal holat. Erkaklarniki 175, 180. Biri 60 dan yuqori. Kim? Ayollar. Erkaklar? Erkaklar biri 90. 160 santimetr bo'lishi kerak. Erkaklarnikichi? 165. Odamlar nima deydi? Guvoh bo'layotganingizdek havo juda ham isib ketdi va menda juda ajoyib bir savol tug'ildi. Hozir buni yurtdoshlarimizga berib ko'raman. Forma kiygan ichki ishlar organi xodimi muzqaymoq yeyishi mumkinmi? Конечно, mumkin. U ham odam-ku. Xizmat kiyimida bo'la turib muzqaymoq yeyishi mumkinmi? Yo'q, unda yo'q. Aha. Xizmat turgan vaqtda mumkin emas. Mumkin. 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 Agar xizmat kiyimida bo'lsa-chi? Yo'q. Yo'q. Mumkin. Ол да адам ғой. Ол человек же разный. Mumkin albatta, ular ham odam. Xizmat kiyimida bo'lsa-chi? Xizmat kiyimida bo'lsa ham isib ketadi. Hozirgi ob-havoni sharoitidan kelib chiqib, ularga mumkin menimcha. Mumkin, nimaga mumkin emas? Hammaga mumkin. Xo'sh, agar xizmat kiyimida bo'lsa-chi? Odamlar nima deydi? Xizmat kiyimida bo'lsa, bundan mumkin emas. Ko'rib turganingizdek fikr mulohazalar turlicha. Siz nima deb o'ylaysiz? Ichki ishlar organlari xodimlari xizmat kiyimida muzqaymoq yeyishlari mumkinmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.